nega onalar masalan o'g'lini uylantirgandan keyin o'g'lini kelindan qizg'anadi? Chunki Unda nimaga uylantiradi? juda ham yaxshi savol berdingiz. O'zi o'g'il tug'ilishi bilan ona go'yo o'ziga himoyachini tug'gandek his qiladi. Erchi, unda er jonivor nima qiladi? O'g'il himoyachisi. Bilasizmi, o'zi mustaqil fikrga ega bo'lgan, oilani boshqarishga 100% tayyor bo'ladigan o'g'illar o'zi ekan. Biz qizlarni tarbiyalab, turmushga tayyorlab yotibmiz, lekin o'g'il bolani turmushga tayyorlash, tarbiyalash haqida bir u o'g'il bolaligini o'zi yetarli deydi go'yo. Unutmasligimiz kerakki, qiz bolaga qancha talab qo'yilsa oilaga, o'g'il bolaga undan 10 barobar kuchliroq talablar bor. Misol uchun oddiy moliyaviy talab o'zi ikkita bolali oilaga qancha pul kerak bir oyda, ana shuni hisoblash kerak, o'g'liga qarash kerak. Shu pulni topib kelyaptimi o'g'lim? Agar topib kelayotgan bo'lsa uylantirish kerak. Nimaga darrov ikkita bolali? Egizi ham ko'rib qolishi mumkin. Birinchi bolasiga yo'naltiraman. Masalan, hozir nima deydi? Ekologiya natijasida ikki xil organizm birlashgandan keyin ular orasida yashiringan yoki kasallikka moyil bo'lgan hujayralar uyg'onib ketishi, kutilmagan kasalliklar paydo bo'lishi. Bu shunaqa kelinlar bor, 9 oylab raddonda yotib tug'adi. Ular moliyaviy tarafdan kim ko'tarish kerak? Albatta, uylangan o'g'il ko'tarish kerak. Bu holatga tayyor bo'lib turish kerak. Albatta, ana shuning uchun ham o'zini oila byudjetini tasavvur qila oladigan, oila byudjetini boshqara oladigan, xarajat va daromad o'rtasidagi muvozanatni saqlay oladigan va muhim qarorlarni onasiga emotsiyaga berilmagan holda yetkazib oladigan qat'iyat bilan va eng muhim holatlardan biri eshitishni va qabul qilishni o'rganadigan holatga kelish kerak yigit kishining o'zi ham. Chunki o'g'il bola onasini ham eshitish kerak, ayolini ham eshitish kerak va ular o'rtasidagi muvozanatni shunaqa ushlash kerakki, ona ham o'zini bolasi uchun hali ham diqqat markazida ekanligini his qilsin. Ayoli ham erini yuragida o'zi uchun maxsus joy borligini va u yer faqat unga atalganini his qila olish kerak. Bu narsa albatta o'g'il bolada ma'lum bir ko'nikmalarni talab qiladi. Mana shu joyda savolni yana bitta sal o'zgartirib qaytaraman. Nimaga eridan emas bolasidan kutadi? O'zi nimaga turmushga chiqqan unda? Masalan-da, agar oradan yillar o'tib ham bolasi. Juda ham yaxshi savol. Eri bor-ku. To'ppa-to'g'ri o'zini eridan va u ham ayol, masalan. Kelinni tushunish kerak, masalan. Juda ham to'g'ri. Yillar davomida o'zini eriga, turmush o'rtog'iga orzu istaklarini ayta olmagan, elementar pul so'rolmagan va yillar davomida o'z orzu maqsadlarini erini talabi uchun qurbon qilgan ayollar bu yog'iga orzu havaslarini o'g'illari orqali ko'rishlariga umid qiladilar.